Hurmatli Chang'an Deepal obunachilari, sizlarni hozirda avtosalonimizda mavjud bo'lgan avtomobillar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Narxlarini ham oxirida aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ushbu ko'rib turgan avtomobilimiz Deepal S07 modeli 5 kishilik gibrid crossover hisoblanadi. Ushbu avtomobilimizda 1,5 metrlik atmosfernik dvigatel joylashgan hamda 39 kilovatli batareya bor. Tokni o'zida 285 km, gibrid rejimida 1000 km atrofida masofani bosib o'ta oladi. Xo'p, avtomobilimizning saloni oranjiy rangda. Ko'rishingiz mumkin. Hado'ylar juda ham yumshoq hamda ekonomik, ya'ni tejamkor mashina hisoblanadi. 100 kilometrga 5,5-6 ta rasxod qiladi. Endi keyingi modelimizga o'tamiz. Ushbu ko'rib turgan modelimiz Deepal S09, ya'ni 3 qatorli 7 kishilik kattakon oilaviy crossover hisoblanadi. Ushbu avtomobilimizning ikki xil pozitsiyasi bor. Ultra Plus, mana bu o'ng tomonda ko'rib turganinglar Ultra Plus eng full pozitsiyasi hamda Max, ya'ni oddiyroq pozitsiyasi. Bularning farqi nimada desanglar, bularning farqi Ultra Plus pozitsiyasida 4 ta balon tortadi, ya'ni polni privodnik hisoblanadi. Lidari bor hamda diskalari 21-razmerli Michelin diskalar bo'ladi. Oddiy Max pozitsiyasida esa faqat orqa balon tortadi. Xo'p, diskalari 20-razmerli bo'ladi hamda lidari bo'lmaydi. Buni saloni ham o'sha trendda bo'lgan oranjiy rangda ko'rishingiz mumkin. Endi esa narxlariga to'xtalib o'tamiz. Deepal S07 285 Max pozitsiyasi, ya'ni mana shu ko'rib turgan avtomobillarning narxi $28,700. Deepal S09 avtomobilimizning Max pozitsiyasi $43,000. Ultra Plus eng full pozitsiyasining narxi esa $49,000. Avtomobillarimizni bemalol naqd, avtokredit hamda перечисление pul ko'chirish usullari orqali xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki Chang'an Deepal avtosalonimizga tashrif buyuring.